Bilasizmi nimaga u o'zi poplik bo'lsa, nimaga biz Farg'onaga yaqinmiz deydi. Bitta narsa borda, sizlarning pokoleniyalarda bu narsa xudoga shukr yo'qolib ketdi. Lekin bizni yoshligimizda ko't degan so'z bor-ku, shu narsa juda yomon avjiga olganida. Namanganlik desa, deb shu gap ketardi. O'zi asli Namangandan, O'zbekistonda oriyati kuchli, namanganliklarchalik oriyatli xalq yo'q o'zi aslida. Aslida o'zi namanganliklarchalik oriyatli xalq yo'q. Eng oriyatli xalq bu namanganliklar o'zi aslida. Nimaga aynan pop desa, mana shu ayni shu narsani muharromi ruslar olib kelgan. Shu yo'qsizlar olib kelgan shu narsani. Keltirib beraman sizga hozir fakti bilan. Nimaga aynan pop desa, rus tilida popa degan so'z ko't degan. Oldin rus tilida muloqot ketgan-ku boshida, SSR vaqtida. Pop tumani eski shaharda u, eski tuman. Qayerdansan desa, is popa degan. Tushundingizmi? Откуда desa, is popa degan. Is popa degani ko'tdan degani. Ana o'sha so'z sabab bo'lib, shu ayni namanganlikda ko't ekan degan gap urchib ketganda, asli o'sha gapni nima deydi? Urchitganlarning o'zi shunaqa. Aslida u namanganliklarda juda oriyati kuchli. Faqat mana shu nimada hammani og'ziga to'siq qila olmaysiz-ku. Elak tutib bo'lmaydi-ku. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi deydi-ku. Shunday urchib ketgan xolos bu gap o'zi aslida. Siz namanganliklar bilan oldi-sotdi qilib ko'ring, oldi-berdi qilib ko'ring masalanda. O'ta taqvoli ular. O'zi aslida-da. Bu narsani kelib chiqishiga sabab shu xolos. Lekin biror bir namanganlik hammaga tushuntirib chiqa olmaydi-ku hozir men aytayotgan narsani. Masalan, unaqa emas, SSR paytda paydo bo'lib qolgan. Mana shu haromi ruslar olib kelgan bizga bu narsani deb hammaga tushuntirib chiqmaydi-ku, misol. Mana hozir mavzu ochilib qoldi, men sizga aytib beryapman-da, nimaga shunaqa bo'lganligini. Endi xudoga shukr, hozirgi pokoleniya, endi hozirgi yoshlar hozir nimada? Shu narsa xudoga shukr yo'qolib ketdi. Men ko'rmayapman deyarli. Lekin bizni yoshligimizda, hatto men kollejda o'qigan paytimda, marhamatda o'qiganimizda Farg'onaning endi hamma yerdan kelib o'qirdi u paytda. Qayerdan Anjalni qayerdan? Misol Baliqchidan yoki Sharxondan yo Bo'g'izdan desa, yana sen qayerdan desa, Quvadanman yo bo'lmasa Quvasoydanman desa, misolda endi yo Marg'ilondanman desa, Marg'ilon yaqinmi Namanganga yo Sharxon yaqinmi degan gap bo'lardi o'sha paytda. Yo Baliqchi yaqinmi, Baliqchi Namanganga chegara deb turib, sizlar ko'tlarga yaqinsan deb shunaqa gaplar bo'lardi. Tushundingizmi? U meni nafsonatimga tegardi o'sha paytda. Ishonasizmi? Chunki namanganliklar unaqa emas. O'zi aslida. Endi lekin ular katta kursdagilar shunaqa bo'lganligi uchun, ya'ni katta kursdagilar gapirganligi uchun, o'zidan kattalar gapirganligi uchun ularga nima deydi, har biriga javob qila olmaysiz-da. Zo'r urushqoq bo'lganim bilan hammasiga javob chiqa olmayman-ku, misol. Biz yoshligimizda shu narsa bor edi. Xudoga shukr hozir yo'q. Yo'qib ketdi. Mana shunday ketish kerak.